Olyapsanmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Biz nochor insonlarga yordam beryapmiz. Yaxshi-ku, lekin kameraga olmaysizlar. Iltimos internetda chiqib ketmay olmang. Yo, olaversin. Biz blogermiz. Sizga qanday yordam bera olamiz? Meni birdan bir orzuyim. Bugun onajonimning tug'ilgan kuni. Onajonimni men chiroyli restoranga, chiroyli kiyimlar olib berish uchun bakashga tergani chiqqan edim. 1-2 so'm pul qilaman deb uxlab qolimman. Kunni yarmi ham o'tib ketibdi. Tushunarli. Mana bu $400 sizga. Oyijoningiz bilan restoranga borib, to'yib ovqatlaning. Yo'q, rostdan. Mengami bu? Ilohim, menga bir bergan bo'lsangiz, sizga 1000 bo'lib qaytsin. Podpischiliklaringiz ko'payib ketsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yeting. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Onam bugun xursand bo'ladigan bo'ldi. Rahmat. 20 yoshli bola restoran kassasiga soxta pul to'layotgan vaqti qo'lga olindi va 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi.